Xo'sh, qadrli kuzatuvchilar, yangi suhbatdosh bilan muloqotga kirishyapmiz. Sarvar aka Ispaxiy. Sarvar aka o'zi O'zbekistonda tug'ilganlar. Bugungi kunda Amerikada yashaydilar, Amerika fuqarosi. Sarvar aka, xush kelibsiz vataningizga. Xo'sh bulduk. Kayfiyatingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Qiynalmasdan. Vatanga kelgandan keyin yaxshi bo'lyapti. Salomat bo'ling. Sarvar aka, eshitishimizga qaraganda siz bu yerda xalqaro bir turk eli jamiyatining rahbari ekansiz. O'sha haqida bir ma'lumot bering. Bu jamiyatni nima uchun tashkil qildingiz? Maqsad nima edi? Bu jamiyatning ochilishi sababi o'zi 2020-yilda Toshkentga kelganimda, o'zi vatanimga har yili kelyapman. O'tirib gaplashdik. Chunki bugungi yillarda, bugungi hayotda bizlarning turkiy xalqlarining orasida juda ko'p problemlar bo'lyapti. O problemlarga biz aralashmasdan, ya'ni politikaga aralashmasdan, dinga aralashmasdan xalqimizni birlashtirishga, xalqimizga xizmat, bu bizning maqsadimiz, xalqimizga xizmat qilish. Bu xizmat qilishda tabiiyki tariximizni ko'rishimiz kerak. O'zimizni topish uchun, kimligimizni bilish uchun tarixda bu hamma narsalar bor. Demak, tariximizni o'rganishimiz kerak. Maqsad tarixni qayta, hatto mumkin bo'lsa qayta ko'rish. Ya'ni bu tarixni o'z bir milliy nazariyatdan ko'rish kerak. O'zimizni milliy. Boshqa bir davlat yoki boshqa bir xalqning ta'siri bilan emas, o'zimizni ko'zimiz bilan o'zimizni ko'rishimiz kerak deb shunaqa bu nuqtai nazardan bunaqa bir jamiyat ochdik. Turk eli deb. Bunda hamma turk gruppalarini, ya'ni qancha bo'lsak, o'sha 92 ta qabila bo'lsa, hammasini nima qilishga, qapsashga, yaqinlashtirishga harakat qilmoqdamiz. Bugungi kunda o'sha ishni olib boryapmiz. Juda yaxshi, Xudoga shukr, olimlar bu ishda ko'ngillik bo'larak, ya'ni olimlar hech bir tiyin, hech biri olmaydi, ammo ko'ngilli kelib turib shu xizmatga hammasi tayyor bo'lib keldilar. Grubimiz juda katta bo'lib ketdi va bugungi kunda 7 ta davlat, ya'ni Rossiya keyin olamiz. Navbatda biz hali Koreyani ham, Yaponiyani ham olmoqchimiz, chunki ular ham Altaydan chiqqan. Finnlarni olmoqchimiz, vengerlarni olmoqchimiz. Keyin bizning Turkiy xalqlarini bilasiz, juda ko'p davlatlarga yoyilgan. Bu Yevropa. Asos yana bitta nima bor? Bitta Amerikan bir olim bor, Matlock degani. Bu aytganki, dunyo bo'yicha o'zi 2 ta millat bo'lgan. Qolgani keyin. Kim? Ya'ni severniy, o'sha Hindistonning kuzey tomoni, sever demak kuzey tomoni, shimol tomoni Turk, güney tomoni Hind, Avropaliklar. Mana 2 ta millatdan paydo bo'lgan butun dunyo deb shunaqa fikr yurityapti. Hozir u kishi 80 dan oshgan, hali ham tirik. Men bir o'sha bilan ham bir uchrashmoqchiman. Shuni gapida bir jon bor. Chunki Amerikaning shimol tomonidagi nimalar, qabilalar, Sioux degan qabila, o'sha North Dakota, ya'ni Shimoliy Dakota va Yujniy Dakota, nima deydi uni? Janubiy Dakotada, va bular Kaliforniyagacha, Montana, bular hammasini agar nimasiga qarab tursangiz bir numara bu o'xshaydi bir-birimizga. 2, ya'ni umumiy so'zlar bir, ya'ni suv, osmon, quyosh, shunaqa
nimalar bir. Demak, so'zlarimiz bir xil ekan ular bilan. Faqat ular Demak, amerikalik olimning gapida jomborga o'xshayapti. Demak, turkiylar demak asosiy o'sha Amerikani ildiziga taalluqli odamlarga o'xshab ko'rinyapti-da. shu. Keyin buni hali nasib bo'lsa bizni olimlarni o'sha Amerikaga chaqirib, o'sha uzmanlarni o'sha yoqqa olib borib, hozircha pulimiz unchalik ko'p yo'q. O'shaning uchun boyib keting. inshaalloh boy bo'lganimizdan keyin o'sha yoqqa shu O'rta Osiyodan, Turkiyadan olimlarimizni chaqirib, o'sha narsalarni o'rganishimiz kerak va ildizini u yoqda ham bor. Ammo nima tomondan qiyofat va o'sha jonlilarni nima qilib turib ko'kragiga osib yoki boshiga o'shalarning patlarini nima qilib, o'sha biza eski turklarga juda ko'p o'xshaydigan nimalar bor. Demak, ularda qadimiy shu udumlar, an'analar saqlanib qolgan demak. Shunda. Ha. Undan oldin biz o'zimizni bu O'rta Osiyoni biz xalqimizga xizmat qilib birlashtirishga harakat qilyapmiz. Bu yerda aytganda shu tarix, adabiyot, til, urf-odat va boshqa va bizning olimlarimizni dunyoga bildirishimiz kerak. Bizda juda ko'p olim. Men mana hozir Amerikada bitta bizning Ohio shtatida 200 ta professor bor. Turkiyadan. Turkiyadan bor. Ham Turkiyadan, ham baribir Turk dediğim bu hammasi kiradigan. Qarang, bu odamlarning xizmati Amerikada. O'zimizga bu narsalarda o'zimizda bo'lganida biz qaysi darajada yana ham rivojlanib ketdi. Bu bitta shtatda. Bitta shtatda 200 ta olim, turkiy olimlar. Ular turli sohani demak Amerikada turli sohada. Hozir eng unli bitta doktorimiz bor, Doktor Öz. Bu terapevt, butun dunyoga mashhur odam, butun dunyoga mashhur odam. Endi Amerikada. Endi bu o'zimizda bo'lganda qanaqa foydasi tegar deysiz-da, albatta. Shu bizda asos maqsad shuki, davlat shunaqa odamlarni destaklab o'zimizni kadrlarni o'stirishimiz kerak. O'zimizni kadrlar agar rivojlansa, o'zimizni kadrlarni o'stirsak, o'ylaymanki bizga ham dunyo chapida bizda ulug' xalqmiz. 200 milyondan ko'pmiz. Xuddi shunday. Ya'ni juda ko'pmiz. Bu ichimizda Rockefeller zamonida bitta narsa aytgan. Xudoga shukrlar qilinglar degan. Ki turklar o'qimaydi. Turklar hissi bilan yashaydi. Aql tafakkuri bilan. Aqli. Ilm bilan yashasa dunyoga hakim bo'ladilar deb. Endi bugun o'qishimiz kerak-da. O'shaning uchun o'qishimiz kerak. Mana sizni demak tashkilotingiz vazifasi ham shu. Vazifasi turk xalqlarimizni o'sha tafakkurini, ongini, dunyoqarashini o'stirib, ilm, ma'rifat bilan nafaqat Turkiyalarga, butun insoniyatga foydasi tegadigan odamlarni tarbiyalash. Shu. Maqsadimiz o'sha, asos maqsadimiz o'sha. Bir necha mamlakatlarda shu paytgacha konferensiyalar o'tkazibsiz-da? Endi biz onlayn konferensiyalar o'tkazyapmiz. Juda ko'p, bir yil bo'yicha har oyda bitta onlayn konferensiya o'tkazyapmiz va bir yilda qaysi davlatda konferensiya o'tkazadigan bo'lsak, o'sha kitob chiqaryapmiz. Mana bu birinchi bizning kitobimiz. Hatto bu birinchi emas, ikkinchisi. Birinchisi Rahmonali akada, hali bu birinchisi ham bor. Bu ikkinchisi asli. Bu kitob turk dunyosi tarixi, tili va adabiyotini o'rganishning dolzarb masalalari mavzudagi xalqaro konferensiyani simpozium materiallari ekan. Bu yerda barcha turk xalqlarining olimlari, mutaxassislari qatnashgan. Shunday. Endi
ko'ram, mana shu konferensiyadan keyin mana bu hozir Turkistondagi bundan keyin ham ma'ruzalarni terib yana kitob holiga chiqarib kitob nima qilamiz. Men maqsadim nima? Ya'ni bizda sal pulimiz ko'p bo'lsa, bu kitoblarni ya'ni cho'p qilib uyda mana shu nimada turishga emas, Kitob javon turish emas, bu kitoblarni o'sha universitetlarda talabalarga shunchalik ko'p nimada chiqarishga bugun imkonimiz yo'q. Ammo niyat qilyapmizki, chiqaramiz. xudo xolasa. Chiqarib maktablarga yarashadigan tarixiy narsalarni chiqarish va universitetlarga. Chunki agar bu kitob nimada turayotgan bo'lsa, Kitob javonda. kitob nimada, buning foydasi yo'q. O'qish kerak albatta buni. Va foydasi yo'q. Agar bu kitob ishlasa, bu kitob darslik bo'lib, darsda bizning domlalar buni nima qilsa, studentlarga yetkazsa, mana o'shanda bu kitobning foydasi bo'ladi. Bo'lmasa bu kitobda hech narsa yo'q. Sarvar aka, qadrli kuzatuvchilar, biz suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi vatandoshimiz va Amerika fuqarosi va qalban turk va buyuk turk uchun imperiyasi deymizmi, buyuk turk ma'naviyatini yuksaltirish yo'lida katta xizmat qilayotgan Sarvar aka Ispahi. Sarvar aka, bitta narsa, bugungi kunda mana shu sizga o'xshagan vatandoshlarimiz mana shu bizni yagona tariximiz va yagona tilimiz haqida gapirishyaptilar. Bugungi kunda mana shu O'rta Osiyo xalqlari, umuman Turkiy davlatlarida yashayotgan xalqlarimiz tarixlarini hammalari o'zlaricha yozyapti. Va bu ma'lum ma'noda o'rtada anglashilmovchilik keltirib chiqaryapti. Siz xizmat qilayotgan mana shu yo'sindagi ishlar bizni umumiy tariximizni yozishga, umumiy tariximizni yaratishga xizmat qiladimi? Tushunmadim. Bugun har bir respublikani olimlarimiz o'zlarimizcha tarix yozyapmiz. Holbuki biz tariximiz bitta ildizimiz. Shunga xizmat qiladimi sizni olib borayotgan ishlaringiz? Biz bitta maqsad yo'lida, bitta tarix yaratish yo'lida xizmat qiladimi? Shu masala juda bizni turkiy xalqlarga juda qiyin masala kelyapti. Chunki bizda, ya'ni gapni ochig'i bo'lsa, hammasi manda. Men shunaqaman, men unaqaman deb. Ammo qarang, bizni jamiyat hozir olimlarni birlashtirdik. Demakki, bu olimlar bir ishlaydi. Birga ishlaydi. Mana birga ishlaydi. Kelishuv vaziri. Qarang, mana hozir Turkiya bor, Ozarbayjon bor, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston va biz yana Tojikistonni oldik. Shu bu yil Tojikistonni oldik. Nima uchun endi Tojikistonni? Chunki Tojikistonning turk xalqlari bilan bular birinchidan qo'shni, ikkinchidan bir-biriga shu darajada bog'liki, agar tarix nima bo'ladigan bo'lsa, birisiz to'liq bo'lmaydi. Bir-biriga quda bo'lib ketganlar. Qondosh bo'lib ketganlar. Tojiklar bilan turkiylarimiz, biz hammamiz qondosh, bu begona emas. O'shaning uchun to'liq bo'lmaydi, ya'ni tarix. O'shaning uchun biz tojiklarni bu yil qo'shib oldik. 2 kishi keladi bu yilgi konferensiyaga. Bu territoriyadagi yashayotgan hamma xalqlarni bu yerda nimasi bo'lishi kerak. O'rni. Ya'ni chunki biz agar men o'zbekman, o'zimning tarixim, qozoqman o'zimning, o'ban turkman o'zimning. Bu bunaqa hozir shunaqa ama bo'lishi mumkin emas. Chunki sal tarixga sal pastga tushgandan keyin ko'rinib turibdi, hammasi bitta. Urf-odat bitta, til bitta, hammasi bitta. Baribir biz bunga qaytib kelamiz. Xuddi shunday. Chunki siz haligi xalqaro tashkilotingiz nomi bekorga turk eli emas. Biz hammamiz turk eliga taalluqli xalqlarmiz. Millatimizda ozroq farq bo'lishi mumkin, lekin turkiymiz baribir. O'shaning uchun bugun global zamonda murakkab vaziyatda yashayapti dunyo, nafaqat biz. Dunyoni o'zi notinch bo'lib qoldi. Ana shu notinch dunyoni qo'ynida yashab, o'zimizni tinchligimizni, o'zimizni ma'naviyatimizni, o'zimizni ilm ma'rifatimizni yuksak darajaga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun esa biz birlashishimiz kerak. Agar
bir xalqning bir yog'ida zaif tomoni bo'lsa, o'sha zaif tomoniga tashqaridan ta'sir qilish juda oson. Bizda zaif tomonimiz judayam hozircha ko'p. Chunki qachon bizda zaif tomonni biz to'liqlab nima qilib qo'yamiz? O'zimizni bilganimizdan keyin o'zimizni tanishimiz kerak. O'zimizni buni qilishga nima qilish kerak? Bir, xalqimizni qahramonlashtirishimiz kerak. Bir kimgadir bir inson, bir bola, bir student bundan ibrat olishga odamlarni tariximizda juda ko'p. Ularni ko'rsatishimiz kerak. Albatta. Mana o'shandan keyin aytadiki, men Türk bo'lganim uchun g'urur tuyg'usi bor. Chunki mening shunaqa odamlarimiz bor. Bu tariximizda juda ko'p Al-Farabidir, Beruniydir, Abu Rayhan, Beruniy, Ibn Sinodir, Jaloliddin Manguberdidir, Amir Temurdir. Hamda bitta atasözi bor. Shuni aytadiki, ikkita Türk bo'lsa qo'shni, uchta bo'lsa davlat. Biz ko'pligimiz hali ham bitta fikrga kelolmayapmiz. Shunga juda achinaman. Endi xudo xolasa nazarimda bugun bizni mamlakatimizda ham, O'zbekistonda ham bizni prezidentimizni tashabbuslari bilan o'sha turkiy xalqlar birlashyapti. Qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'lyapti. Va aytganingizdek, biz bugun zaif tomonlarimizni, o'sha ma'lum ma'noda taraqqiyotga to'siq bo'layotgan tomonlarimizdan voz kechib, birlashish yo'lidan borishimiz kerak. Ilmda, ma'rifatda, iqtisodiyotda, madaniyatda, hammasida birlashishimiz kerak. Aytyapmiz-ku, murakkab zamonda, murakkab davrda qaysiki millat birlashib ilmni, ma'rifatni yuksaltirsa, u yashab qoladi. Aks holda unday millatlar, parokandalikka borgan millatlar va xalqlar o'z-o'zidan halokatga uchraydi. Bundan Xudo asrasin. Shuning uchun bugun bizda Turkiy davlatlar tashkiloti bor. Mana sizga o'xshagan shu turkiy ellarni rivojlantirish uchun xizmat qiladigan odamlarimiz bor. Nasib qilsa, yaqin orada yana o'sha amerikalik olim bashorat qilganidek, turk dunyosida uyg'onish bo'ladi. Eshitishimizga qaraganda ertaning Qozog'istonda qanaqadir xalqaro konferensiya o'tkazyapsiz ekan? O'tkazamiz. O'sha 15 chiqamiz. 15-mayda. 15-mayda 15, 16, 17, 18 ertalab qaytib kelamiz. Mana shunga hamma narsani kelishganmiz. O'sha yosh gostinitsasidir, yeyishdir, ichish, yani hamma narsani, konferensiyani mana bu yoqda narigi xonada hamma narsani olib hozirlab qo'yganmiz. Ko'rdim. Mana kitob bor ekan, bir 35 ta, yana boshqa kitoblar olib kelibsiz. Demak, butun Turkiy davlatlardan bu yerda qancha odam qatnashyapti, qancha mamlakatdan kelyapti hozir Qozog'istonda bo'ladigan konferensiyaga? Hozir bizning nimamiz bo'yicha 40 kishi. O'tgan yili 100 ga yaqin edi, 100. O'tgan yili nimada bu yil sal nimamiz kamroq bo'ldi. O'shaning uchun 40 ga tushdik. Ammo aytadigan bo'lsak, butun yarim dunyo keladi. Ammo bizning imkonimiz shunchalik hozircha yo'q. Inshaalloh kengashib ketamiz. 100 ta bo'ladimi, 200 ta bo'ladimi to'playmiz. O'tgan yili yaxshi edi, 100 ta. Sarvar aka, eshitishimizga qaraganda bu ketadigan shu tashkiliy masalalarning sarf xarajatlari sizni bo'yningizda ekan, o'zingizda. Sizga og'irlik qilmayaptimi bu? Yo, anaqa keladigan katta daromad manbaingiz bormi? Bu masala endi bunaqa. Xudo hammaga shuncha bersin o'g'il. Menda 6 ta o'g'il. Bular har yili qo'lidan kelgan darajada pul ajratib beryaptilar xalq uchun, xizmat uchun. Men shunga shukr qilyapman ki, ama bilmadim qaysi necha yil yana shunaqa yordam beradiganlarni bilmadim, ama planlashtiryapmiz. Mana guruhlantiryapmiz davlatlarda, hammasida sponsorlar topamiz inshaalloh. Undan keyin o'sha sponsorlar ham juda bo'lmasa bir 10% bo'lsa ham, yordami bo'lsa ham bunga ham shukr deymiz. Ama
yanada 40-50 kishiga yanada o'zimizni kuchi bilan davom ettirasiz faoliyatni. davom ettiramiz. Rahmat Sarvar aka. Avvalo mana sizni o'g'illaringizga rahmat deymiz. Mana shunday xalqaro tashkilotda sizni rahbar sifatida ko'rib, shuncha mablag'larni turk xalqlarini rivojlanishi uchun, turk elini taraqqiyoti uchun sarflashayotgan ekan. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin va uni tarbiyalagan sizga va yangiga ham rahmat aytamiz. Undan keyin mana turk davlatlarimizda juda katta tadbirkorlarimiz bor bugun. O'ylaymizki, ular ham o'zlarini o'sha mablag'laridan ma'lum qismini bunday tashkilotlarga albatta homiy sifatida berish kerak. O'shanda ularning tadbirkorligi ham rivojlanadi va turkiy davlatlarimizni xalqlarining ham taraqqiyoti yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz. Men aytyapman-ku, menga pul keragi yo'q. Menga bugundan keyin nimaga kerak? Ish bor, uyim bor, bola chaqam bor. Ammo agar birlashib, ya'ni yordamda har bir nimada uya bo'lib, ya'ni chilen o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? A'zomi? A'zo bo'lib turib, ular ham o'zining bir qismini agar nima qilsa, qo'shsa, demakki biz bugun masalan 40 kishiga imkonimiz bor bo'lsa, kelgusi yili masalan 60 kishiga yoki 100 kishiga kuchimiz yetadi. Endi ko'ramiz yana ham. Yaxshi. Sizga katta rahmat, Sarvar aka. Qadrli kuzatuvchilar, ajoyib inson, ajoyib vatandoshimiz, fidokor, vatansevar inson deb aytsak bo'ladi, Sarvar aka Ispahiy. Sarvar aka, siz tug'ilgan joyingiz, vataningizga, O'zbekistonga ham bir marta xush kelibsiz deymiz. Juda katta xayrli ishlarni boshlab turibsiz. Shu xayrli ishlaringiz davomli bo'lsin. Sizga barcha vatandoshlar, turk dunyosini siz tomosha qilayotgan do'stlarga tashakkurlar aytamiz. Va agar tilaklaringiz bo'lsa, marhamat ayting, sizni ko'rayotgan bugungi turk dunyosini vakillariga, turkiy ellarimizga tilagingiz bo'lsa ayting, niyatlaringiz bo'lsa. Ya'ni tilagim shuki, hamma oilasida, har bir xo'jalikda ota ibratlik bo'lsin. Otaga qarab o'sha bola chaqani tarbiyasi bo'ladi. Ona mehr qo'ysin. O'sha mehr bilan xalqini sevadi. Bo'lmasa hozir nimada ko'rib turibman, ko'chada yoki bir nimada o'tirib turib, taom bo'ladi, sigara ichib, ha qilib. Bu bizning urf odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsalar juda ko'p. Illat bu, illat. Ammo shu narsalarga o'ldirgan vaqtini ilmga, bilimga, xizmatiga ajratsa yaxshi bo'lardi. Katta rahmat. Bizni xalqimiz orasidan ham yana kosmosni o'zlashtiradigan Mirzo Ulug'bekka o'xshagan olimlarimiz chiqsin. Bugun kosmonavtlarimiz yetishib chiqsin, Solijon Sharipovga o'xshagan juda katta daholarimiz chiqsin. Bu borada siz qilayotgan ishlar ham ma'lum onda hissa qo'shadi. Shuning uchun sizga katta rahmat deymiz. Amerikaga borganingizda u yerdagi vatandoshlarga ham bizni salomimizni yetkazib qo'ying. Haligi xayrli ishingizni davom ettiring, chunki Amerikaning kelib chiqishi bilan bog'liq, demak, o'sha tarixda u yerga borgan odamlarni so'zlari bizga yaqin deyapsiz, demak, ular ham bizga qondosh bo'lib chiqishi mumkin. Shu borada sizga kuch-quvvat tilaymiz. Salomat bo'ling, katta rahmat.